Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabassum ulashib loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Ha, rahmat. Ha, eshitaman. Arofat opaning telefon raqamlarimi? Ha? Opajon, bugungi tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Archadek arimas, chinordek chirimas umr tilaymiz sizga. Ha, rahmat. Yaqinlaringiz o'z bilib hollarini loyihamiz orqali sizga yo'llamoqdalar. Ha. Nima deb o'ylaysiz, bugungi tabrik kimning nomidan? Tabrik kelinimiz nomidan bo'lsa kerak. Doim kelinimiz hammamiz tabriklaydi. Keliningiz Sanoat xonning nomlaridan. Ha. Eshitamizmi birga tabrikni? Ha, eshitamiz. Assalomu alaykum. Aziz Arofat opajon. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hayotingizda yorug'lik, ko'nglingizda quvonch, oilangizda esa doimo tinchlik, muhabbat hukm sursin. Siz oilamiz mehrining timsoli, sabr namunasisiz. Siz men uchun nafaqat turmush o'rtog'imning opasi, balki sirdoshim, do'stim, opam o'rnida mehribon opam. Maslahatlari bilan yo'l ko'rsatuvchi yaqin insonim. Sizga eng ezgu tilaklarimni yo'llayman. Salomatlik, sadoqatli hamroh bo'lsin. Rizqingiz mo'l-ko'l bo'lsin. Dilingiz shod bo'lsin. Har bir kuningizda fayz yog'ilsin. Har bir nigohingizda baxt jilvalansin. Doimo duolarda bo'lib sog'-omon yuring. Opajon, sizga faqat baxt, sog'lik, tinchlik tilayman. Hayotingiz yorqin lahzalardan iborat bo'lsin. Mehribonligingiz har bir insonning yuragiga iliqlik olib kelsin. Har bir niyatingiz ro'yobga chiqsin. O'zingizni hech qachon yolg'iz his qilmasligingizni, har doim sevgi va quvonch atrofingizni o'ragan bo'lishini tilayman. Yaxshi inson sifatida sizga doim yaxshi insonlar hamroh bo'lsin. Yana bir narsani bilishingizni istardimki, men doimo yoningizdaman va sizni yaxshi ko'raman. Mehribonim, mehrliligim, sadqoginam, qadrliligim, matonatli, sabrliligim, qaynopammas, o'zimni opamsiz. Dildan yaxshi ko'rganim, holim so'rab turganim, opam kabi yaqinim, qaynopammas, o'zimni opamsiz. Shirin zabon, dilkashim, dardimga chin dardkashim, haqiqiy do'st, sirdoshim, qaynopammas, o'zimni opamsiz.